Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun 18 aprel Urganch Dekkan bozori dollar kursini aytib o'tamiz. Ham desa bank dollar kursidan ham aytamiz. Shundan ketsangizda 900 taş tarafda Garant Bank bor. Garant Bank 1 milyon 209,5 olib turibdi 100 dollardan. Bozordan kazanmasak qaranglar. Bozorning dollar kursini aytmasdan burun sizlarga homiylarimiz videosini qo'yib beraman. O'ylaringizda fasodchi ustalar kerak bo'lsa, shu ustaga murojaat qilsa, fasod praviti ashunday xizmatlarni qiladi. Ekranda telefon nomerleri çıkadı videosunda. Şimdi görüp durma kemetse dolu kursayı tamam. Görüp durganlar yine Tuğhan'a geldik bize. Tega xizmatlarini tegalarni yopishtirib berganmiz, kravitalarni qilib berganmiz, kartamero. Qasonda bo'lgan bu. Hozir Xorazmda issiq sovuq kuchli bo'ladi-ku, rangida gap ketyapti bu. Rangi ham o'zgargani yo'q. Şu usta tuttu 1 yıl oldu ha. 8 dollardan şu 13 dollargacha urib turibmiz. Paxsan ham sizlar qildingizlar buni? Ha, buni ham o'zimiz qilganmiz. Kolonnani kim qildi, kolonnani? Kolonnani ham o'zimiz qilganmiz. Shu yerda nima ishi bo'lgan bo'lsa, o'zimiz qilib berganmiz shuni. Yo'q ha. Siz shunda 12 dollardan kvadratdan oladigan bo'lsangiz, strategini verisinden o'zingiz olib kelasiz. Hammasi o'zimiz. Yo'q, tegalarni uyda egasi xarid qilib beradi. Qolgan mahsulot o'zimizdan. Xuddi shunday qilib yondirib, o'dar qilib chiqarib beramiz, xudo xolasa. Narxlarni ham skidga qilib. İmaratlaringizda usta kerak bo'lsa, yana usta sizlar uchun. $18 aprel Urganch Dekkan bozor dollar kursi. 100 dolar bozorda 1 milyon 210 ming turibdi. Rubl 1000 rublimiz 156 ming ekan. Tanga 25 yarim ming turibdi. 1000 tanga 100 euro 1 milyon 350 dan 370 adam. Türk puli 200 dan tutib 250 mingdan 1000 yaran so'rab o'tdilar. Bugungi yangiliklarimiz shunday ekan. Sog' bo'linglar. Bizga shuni davom qiling.